Suyakning infeksiyalanishi haqida eshitganmiz. Bugun o'tkir osteomiyelit, suyakning bakteriya yallig'lanishi haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Odatda bu tez suratda rivojlanadigan kasallik, chunki shuning uchun o'tkir deb ataladi. Ko'pincha Staphylococcus aureus, ya'ni tillarang stafilokok degan bakteriya bunga sabab bo'ladi. Bu bizning terimizda odatiy holatda ham mavjud bo'lgan bakteriya, lekin boshqa bakteriyalar ham sabab bo'lishi mumkin. Sabablari suyak jarohatlari, ochiq sinishlar va infeksiyalarning qon orqali tarqalishi asosiy sabablardan hisoblanadi. Ya'ni singan jarohatlarda bu narsalarning bo'lish ehtimoli yuqoriroq. Belgilari o'sha sohada qattiq og'riq bo'ladi, shish, qizarish va isitma va birgalikda charchoq bilan birgalikda keladi. Tekshiruvlarda esa rentgenni dastlabki holatlarda ko'rinmasligi mumkin. Laboratoriya tekshiruvlarida esa leykotitlarning miqdori oshganligini ko'rishimiz mumkin. Yana ham aniqroq tashxis qo'yish uchun MRT yoki kompyuter tomografiyasi tekshiruvlarini qilish muhim hisoblanadi. Tezkor tashxis infeksiyaning suyaklarga tarqalib ketishiga, boshqa suyaklarga ham tarqalishiga oldini olishga yordam beradi. Davolash esa albatta kuchli antibiotiklar bilan birgalikda, chunki u suyakning ichigacha kirib borganligi uchun kuchli antibiotiklar bilan birgalikda amalga oshiriladi. Zarur holatlarda esa jarrohlik amaliyoti bajarishga to'g'ri keladi. Og'ir holatlarda esa suyaklarning nekrozi yoki surunkali osteomiyelitga olib kelishi mumkin. Profilaktikasi esa jarohatlarni tez-tez tozalash, diabet va immunitetni nazorat qilish muhim hisoblanadi. Ayniqsa shu jarohati bor, suyagi singan bemorlarda bu holatlar muhim hisoblanadi. Bolalar va keksa bemorlarda bu narsa tezroq rivojlanadi. Shuning uchun shoshilinch tibbiy yordam muhim hisoblanadi. Ismim Shukurjon, xirurgman, har kuni biror kasallik haqida ozgina gaplashamiz. Rahmat.